Assalomu alaykum aka, xudo yo'liga sadaqa qiling aka, pulni ko'paygan. Hozir sheriklaring keladi-yu. 2000 ga shu birarsa olib yelasizmi? Qolni so'yadim 2000 ga, normalniy bering. Normalniy bolaga o'xshayapsiz-ku. Mana yana 5000. 7000 ga turetskiy restoranga kirib ovqatlanalasizmi aka? Izdivotsa qilyapsizmi? Bering-a, ovqatlangan. Noshkursan. Yegani so'rayapman. Pul topishasanmi senga? 17000 ga oilaviy turetskiy restoranda ovqatlanalasizlarmi? Steak beradimi 17000 ga? Senga kim qo'yibdi hozir turetskiy restoranda ovqatlanishga? Sansirab tashlama, jon aka, o'zingda bo'laver. Biz ham senga o'xshab yashagimiz kelyapti, mashina mingimiz kelyapti, uyga televizor, damali kir mashina, konditsionerlar qilaylik biz ham. Men ham odamman, uka, yo rajoyim kammi? Bitta ko'zim yo'q ekanmi, uka? Yo'li bor-ku buni. Qana yo'li bor? Farg'ona tezkorida gib o'tkazyapman-da. Men obuna bo'lgan 25 ta homiyga obuna bo'lib, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ysang, Spark ko'ryapsanmi? Mana shu Spark yutib olishing mumkin. Chiqmasa-chi Spark hozir. Menga chiqmasa nima qilaman hozir? Niyati yaxshi qil. Spark chiqmasa, yonida yana 10 ta qimmatbaho xolodilnikdan telefongacha qimmatbaho sovg'alari ham bor. U chiqmasa bunisini olasan. Uy ham chiqmasa men nima qilaman? 17000 ga qana ovqatlanaman? Bo'ptimi? Noshkur odam ekansan, bor-ku. Qara, sen nima sansirayapsan? Nima bo'lyapti?